Avliyo haqida keladi-yu, kar odam bo'lgan ekan. Bir kun burchakda chivin g'ing'illayotganda o'rmonchi uyasiga ilashib qoldi. Hali joyga bunday qaraganlarda yonida odam bilib qolgan ekan, kar bo'lmagan ekan odam. O'sha xonadonda o'tirib hech kim eshitmagan ovozni eshitadigan darajada quloq zo'r eshitadigan. Lekin hamma kar deb o'ylar ekan. Shunda sirni aytasi turib olgan ekan. U kishi attor bo'lgan ekan. Ya'ni atir sotadigan atropo. Bir ayol kelib atir olaman deb do'koniga shu kelganda orqasidan yel chiqib ketgan ekan. Orqadan yel chiqib ketgan ayoldi. Hali ayol qizarib, buzarib, xijolat bo'lib endi kelib qo'ygan, hali yel chiqib ketdi. Qizari hali nimadan bitta narsani atir so'raganda balandroq gapiring degan ekan. Keyin yana qattiqroq gapiring, yana qattiqroq gapiring degan ekan. Yana ham qattiqroq gapiring. Rosa baqirib gapirganda, ha, mana deb olib berganda hali ayol shunaqangi xursand ketgan ekan, buni eshitmabdi deb. O'sha ayolni xijolat bo'lmasligi uchun umrbod o'zini kar qila olib yurgan ekan. Ana islom, ana iymon, ana musulmon, ana odam.